Alloh yo'lida do'st bo'lgan ikki cho'pon bo'lgan ekan. Bir kuni do'stiga gap ochib qolibdi. Podshohning qiziga oshiq bo'lib qoldim dedi. Unda do'sti ham o'ylab turibdi-da, nima qilsak ekan deb o'ylab turib, keyin bir donishmand bor, shunga boramizda maslahat olamiz deb. Ular donishmandga borib hamma gaplarni aytishibdi. Donishmand ularning dardini eshitib, buni yo'li oson deb. Falonchi joydagi falon g'orga borib 40 kun Alloh deb zikr qilasan deb. Do'sti boribdi-da g'orga joylashib zikr qilishni boshlabdi. Alloh, Alloh deb. 10 kun o'tibdi, 15 kun o'tibdi. Oradan 25 kun o'tgandan keyin odamlar, shahardagi odamlar bir darvesh kelibdi. Mana shu yerda Alloh deb zikr qilayotgan emish deb hammaga shivir-shivir. Buni garchi do'stning madori tugab qolgan bo'lsa ham Alloh deb zikr qilishdan to'xtamadi. Bu narsa podshoh saroyiga ham yetib bordi. Unda podshoh ayonlari podshohga aytishibdiki, yurtimizga bunday darvesh kelib, bunday kelishi Allohning muhabbati, rizq baraka kelishidan deb aytishibdi. Shunda podshoh aytibdiki, saroyimning yonidan saroy qursammi deb ayonlari. Ayonlari yo'q, bo'lmaydi deb. Unda bo'lmasa vazirlik lavozimini bersammi? Yo'q. Nima qilsam bo'ladi degan ekan, ular qizingizni mana shu darveshga nikohlab bering degan ekan. Mayli, men roziman, u bunday zot rozi bo'lar ekanmi qizimni nikohlab berishimga deb. Oxiri 40-kun kelganda podshoh ayonlari bilan darveshning oldiga borib, "Hazrat, siz mana shu yurtimizga kelibsiz. Ayting, sizga nima yordam bera olaman" degan ekan. Podshoh undagi yonimdagi saroy qurib beraymi desa, "Yo'q" deb. Vazirlik rutbasini beraymi sizga desa, "Unga ham yo'q" deb. Unda bo'lmasa qizimni sizga nikohlab beray desa, unda ham yo'q debdi. Shunda buni eshitib turgan do'sti yugurib do'stini oldiga kelibdi-da, "Axir sen o'zing rozi eding-ku shunga. Qiziga uchun sen mana shuncha zikr qilding" desa, do'sti unga qarabdi-da, "Men podshohning qizi uchun Alloh deb zikr qilganim uchun podshoh vazirlarning oyog'im ostida egiltirdi. Alloh o'zi uchun zikr qilsam menga qandaylar martaba berar ekan-a" deb. Xulosa o'zingizdan.